alaykum do'stlar. 2026-yil 12-mart sanasida Realtiyaga do'stlar issiqlik xonaga qilingan. Holatiga olganiga baho beringlar. Уже to'liq gullab bo'ldi, xudo xolasa. Ko'rishim mumkin, kamerani sal yaqinlab kelavering. Do'stlar, 4-yoshda gilosni gullaganini ko'ringlar mana. O'zini chaynatuvchilardan biri. Mana. O'ta hosildorlik yuqori, chaynlash 100% o'zini chaynlaydi. Tagi vishniyada issiqlik xonaga qilingan do'stlar. Buni maqsad reklama qilish, ko'chatlardan ham ko'paytirib qo'yamiz. Endi kuz oyiga xudo xolasa bu oyda tugadi, bu yilda noyabrga tayyor bo'ladi. Xudo xolasa mana giloslarni olganiga baho beringlar. Dori solish ishlari ketyapti, sizlarga tashlab boramiz. Video foydali bo'lgan bo'lsa like bosib qo'yamiz. Mevali ko'chatga aloqaga chiqaversa, xudo xolasa ko'chatlari ham har xil mevali turdagi ko'chatlarimiz ham bor. Bemalol bizga bog'lashingiz mumkin. Mana bu sizlarga ko'rsatish maqsad. Parnida issiqxonada mana barka ochishni boshladi. Like bosib qo'yamiz do'stlar.